Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchi do'stlar. Demak, SAT matematika darsimizni boshladik. Xo'p, birinchi dars uchun tayyorlangan faylni ochamiz. Demak, boshladik. Xo'p, sizu bizga ilm yoqadiganlar safida bo'lishlik nasib qilsin. Boshlagan ishimiz xayrli, barokatli bo'lsin. Eng yuqori ballar nasib qilsin. Xo'p, SAT Sobirjon Xudoyberdiyev. Demak, birinchi dars bo'lganligi uchun SAT nimaligi, SAT haqida umumiy ma'lumotlar haqida gaplashamiz, so'ngra darsimizga o'tamiz. Xo'p, SAT digital nima va nega kerak? Xo'p, SAT digital AQSh imtihonlaridan biri bo'lib, SAT imtihonlarning yangi raqamli formatdagi versiyasi. Demak, testimiz kompyuterda yoki shaxsiy noutbugingizda yordamida topshiriladi. Imtihon viloyatlarda, pimalarda topshiriladi. Toshkentda esa bir nechta test markazlari mavjud. Hop, Samarqandda ham prezident maktablari, Invoice centerlar mavjud. Hop, test ikki qismdan iborat. Ingliz tili. Ingliz tilining o'zi ikki qismdan, reading va writingdan iborat. Xo'p, va matematika. Matematika qismiga biz ko'proq to'xtalamiz, chunki biz matematikadan darslarni o'tamiz. Xo'p, matematika qismida yetarli ball to'plab, har oy 50% ustama olishingiz mumkin. Bu ustozlarga. Bundan tashqari dars soati taqsimotida, ya'ni avgustda bo'ladigan dars soati taqsimotida o'rningiz oliy toifali o'qituvchidan yuqori turadi. Umumiy hisobda 1600 ball to'plash mumkin SAT imtihonida. Umumiy hisobda demak 1600 balldan matematika uchun 800 va ingliz tili uchun 800 ball to'plash mumkin. Xo'p, mana bu yerda bu matematika bo'limidan 700 balldan kam bo'lmasa sertifikat degan yozuv 3-iyungacha edi. Hozirgi kunda 750 plus bo'lishi kerak. Xo'p, matematika qismi haqida gaplashamiz. Matematika qismi test ikki qismdan iborat bo'lsa-da, ingliz tili qismidagi natijamizning ahamiyati yo'q. Ya'ni ingliz tilini siz belgilasangiz ham, taxmin belgilasangiz ham, belgilamasangiz ham ahamiyati yo'q bu o'qituvchilar uchun. Shuning uchun faqat matematika qismi haqida to'xtalamiz. Ya'ni biz faqatgina matematika darsini o'tayotganligimiz uchun matematikaga to'xtalamiz. Matematika qismida 22 ta savoldan iborat ikkita bo'lim bo'ladi. Birinchi bo'lim osonroq bo'ladi, ikkinchi bo'lim birinchi bo'lim natijasiga ko'ra qiyinroq yoki osonroq bo'ladi. Agarda siz birinchi bo'limda ko'p xato qilsangiz, ikkinchi bo'lim sizga osonroq tushadi va ballingiz pasayadi. Ya'ni bu test adaptativ test deyiladi. Xo'p, vaqt har bo'limga 35 daqiqadan beriladi. Birinchi bo'limni vaqtini ikkinchi bo'limga ishlata olmaysiz. Birinchi va ikkinchi bo'limni vaqti bir-biriga qo'shib ishlatib bo'lmaydi. Test Bluebook dasturida bo'lib o'tadi. Bluebook dasturini ham tashlab beramiz. O'rnatish, akkaunt ochish, hammasi haqida video chiqaramiz. Xo'p, barcha savollarni kalkulyatordan foydalanib yechishimiz mumkin. Ya'ni testni o'zi beradigan Desmos kalkulyator. Desmos kalkulyator haqida ham videolar chiqaramiz, ishlatish yo'riqnomalarini chiqaramiz. Savol turlari ikki xil, ya'ni ochiq va yopiq testlardan iborat bo'ladi. SAT mavzulari, SAT bo'limlari asosan 4 taga bo'linadi. Birinchisi algebra. Nisbatan osonroq bo'lgan qism, ya'ni chiziqli tenglamalar va tengsizliklar, chiziqli funksiyalar, ikki o'zgaruvchi tenglamalar, kvadrat tenglamalar bo'ladi va ikkinchi bo'limda funksiya uning xossalari, funksiyalarni tahlil qilish,
Kvadrat funksiyalari, funksiya grafigini chizish va tushunish. Uchinchi bo'limi muammoni yechish va ma'lumotlarni tahlili. Proporsiya, foizlar, nisbatlar, statistik ma'lumotlar, o'rta arifmetik, mediana, o'zgarish kengligi kabilar diagrammalarni tahlil qilishlar bo'ladi. Standard deviation kabi tushunchalar, scatterplot. Qo'shimcha mavzular, geometriya, uchburchaklar, aylanalar va shakllarning xossalari, trigonometriya asoslari, hajm va yuzalar. Demak, trigonometriyalar, hajm va yuzalar juda murakkab kelmaydi. O'rgansa bo'ladigan tarzda. Bizga muammo bo'ladigan tomoni ingliz tili qismini tarjima qilish birozgina muammo bo'ladi. Shu muammoni hal qilish uchun davom etamiz. Xo'p, imtihon to'loviga keladigan bo'lsak, imtihon to'lovi $111. Biroz qimmat tuyulishi mumkin, ammo ustama beradigan sertifikatlar, ya'ni GMAT va GRE bor matematikada. Jami 3 ta 50% ustamalar: SAT, GMAT, GRE. GMATning qiymati $250, GRE'niki $220. Bu sertifikatlar oldida SATniki biroz arzon. Bundan tashqari o'rtacha 3 million oylik olsangiz 1,5 million ustama olasiz degani. Bir oyda to'lov chiqadi. To'lovni College Board saytida profil ochib, Visa karta orqali qilishimiz mumkin. Ingliz tilini bilmayman, SAT ola olamanmi degan savollar bo'lishi mumkin. Ko'plab ingliz tili masalalarini yechish orqali ingliz tili 0 bo'lsangiz, matematik, ya'ni 0 bo'lgan matematik buni uddalaydi. Ingliz qismini yecha olmaysiz, faqatgina matematika qismini, terminlarni yodlash, kalit so'zlar orqali hal qilish mumkin. Matematika qismida ham savollar ingliz tilida, ammo ko'pchilik masalalar 3-4 qatordan oshmaydi. Hatto ayrim savollar tarjima ham talab qilmaydi. Matematik terminlarni va fe'llarni o'rganish orqali qisqa fursatda maths qismidan 700+ ball, ya'ni 750+ ball to'plash mumkin deb ketamiz. Bizga 750 kerak. Buni esa ko'plab kursimizda o'qiganlar biladi. Xo'p, buni uddalaymiz. SATga kirish darsimizni boshladik. Yangiliklar haqida. Demak, SATni aytib o'tdik. AQSh imtihoni 2 ta bo'limdan iboratligini aytdik. Har bitta bo'lim 200 dan 800 ballgacha. Agar siz umuman topa olmasangiz 200 ball, hammasini topsangiz 800 ballgacha baholanadi. Maksimal 1600 bo'ladi. Xo'sh, 2026-yil 3-iyun yangiligi: o'qituvchilar uchun SAT 750+ ga ustama beriladigan bo'ldi. Dastlab boshlanganda 650 edi, keyinchalik 700+ va endi 750+ ga ko'tarildi. Xo'p, rasmiy qaror. Mana 4-pozitsiya quyidagi tahrirda bayon etilsin. SAT imtihoni 750. Demak, siz matematika qismidan 750, ingliz tili qismidan agar 700 to'playdigan bo'lsangiz, jami 1450 grant yutish uchun yetarli bo'ladi. 1400+ dan boshlab grant yutishimiz mumkin. Lekin qancha yuqori bo'lsa, shuncha grant yutish imkoniyati ko'payadi. Xo'p, darsimizning kunlari: dushanba 8:30 da, chorshanba 8:30 da va bugun boshladik. Mana 8:30 da. Bugungi o'tyapti. Keyingi darsimiz dushanba kuni. Xo'p, avvalo eng asosiy qoidalar bilan tanishamiz. Eng asosiy qoidalarni birinchi darsimizdan boshlaymiz. Eng asosiy qoidalar: less than qoidasi. Less than degani dan kam. Dan kam. Xo'p, x'imiz bu yerda is degani bo'lmoq. Is bo'lmoq. Bo'lmoq. Buni tenglik sifatida ham ishlatishimiz mumkin. Barobar. Is ba'zida tengsizlik. Demak, asl ma'nosi bo'lmoq.
Hop, x bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Less than kam. Nimadan kam? O'ndan. Qarang, o'zimizga savol berib ketsak, bizga tarjima oson chiqadi. X'imiz dan kam ekan, ya'ni o'ndan kam ekan. Xo'p, agar son keladigan bo'lsa, o'zidan oldin turgani keyin yoziladi. Mana qarang, o'zidan keyin turgani esa birinchi yoziladi. Ya'ni 5 dan kam. Nimadan kam? X dan kam. X minus 5. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Morozen. Morozen qoidasi demak, tarjimasi dan ko'p. Dan ko'p. Ist bo'lmoq dedik. Morozen x is morozen 12. Ya'ni x'imiz dan ko'p. Nimadan ko'p? 12dan ko'p. Qarang, o'zimizga savol bersak, tarjima kelib chiqadi. Xo'p, agar son keladigan bo'lsa, xuddi shunday less than bilan bir xil, o'zidan keyingi a number degan bu yerda bitta son deyapti. Artikel bittaligini bildiryapti. Bitta noma'lum son, ya'ni bitta sondan kam ekan 7. Ko'p ekan. Morozendan ko'p dedik. Demak, 7dan ko'p. Nimadan ko'p? Bitta sondan. Bitta sonimizni x deb belgilasak, x plus 7 bo'lar ekan. Hop, keyingi qoidamiz by ga degani by ko'pincha decrease by yoki increase by bilan keladi. Ya'ni o'sayapti ga nimagaligini ko'rsatadi. O'zidan keyin nimaga o'sayotganligini ko'rsatadi. Increase degan o'smoq. Hop, decrease degani kamaymoq. O'zidan keyin nimaga kamayayotganligini ko'rsatadi. Increase by 5, ya'ni 5 ga kamayyapti deb. Biror bir son 5 ga o'sayapti. Increase degan o'smoq. Decrease by degan o'zidan keyingi narsa, ya'ni bydan keyingi narsa kamayayotganligini bildiradi. Qarang, biror bir, ya'ni x sonimiz kamayyapti ekan 3 ga, mana kamayyapti. Hop, endi misol keltiradigan bo'lsak, xuddi shunga misol keltiradigan bo'lsak, a number degani nima degani edi? Bitta son degani, yaxshi. Demak, increase ya'ni o'smoq. Bitta son o'sayapti ekan. By degani ga dedik. Ga. Nimaga o'sayapti ekan? 8 ga o'sayapti ekan. Bitta sonimiz 8 ga o'sayapti ekan va bo'lyapti ekan. Is degani bo'lmoq dedik. Bo'lmoq. Qavsda ichiga yozib qo'yaman. Ko'pincha teng sifatda ishlatishimiz yoki tengsizlik sifatida ishlatishimiz mumkin. Demak, bitta sonimiz o'sayapti 8 ga, bitta sonimiz x desak 8 ga o'sdi va bo'ldi, ya'ni teng bo'ldi 20 ga. Qarang, mana matematik ko'rinish bu yerda ham yozilgan. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, 12 ekanligi kelib chiqadi. Hop, keyingi misolimiz 5. 5 degani 5. 5. Less than degani dan kam. Nimadan kam? O'zimizga savol beryapmiz. Qarang, dan kam. Hop, bitta sondan kam ekan. Demak, yozamiz. Bitta sondan 5imiz kam ekan. Is degani bo'lmoq. Bo'lmoq nima bo'lar ekan? 11 bo'lar ekan. Ya'ni biz teng 11 deymiz. Bu yerdan biz topadigan bo'lsak, x teng 16 bizga berilgan. Xo'p, menimcha less than, more than, by qoidalari tushunarli bo'ldi. Keyinchalik takrorlab ham o'tamiz va hop, oddiy sonlar, cardinal numbers deb ataladi, ya'ni oddiy sonlar. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10. Demak, bular oddiy sonlar. Bizga oddiy sonlar bilan tartib sonlarni o'rganishimiz juda ham muhim birinchi darsimizdan. Xo'p, tartib sonlarini 6 gacha yozib chiqdim. Ordinal numbers deyiladi. 6 gacha olib chiqdim. Menimcha shungacha yetarli. Ba'zida buni ajratish qiyin emas. First birinchi, second ikkinchi, third uchinchi, fourth to'rtinchi, fifth beshinchi, sixth
oltinchi degan ma'nolarni bildiradi. Ana endi qarang, oddiy sonlar va tartib sonlar birgalikda kelsa, bizga fraction, ya'ni kasrlarni bildiradi. Hop, one half, ya'ni yarim degan ma'noni anglatadi. Yarim. 1/2. Osh, one third, ya'ni 1/3. Qarang, so'zni o'zida tarjima 1/3. 1/3. Oddiy son bilan tartib son birgalikda kelsa, o'rtasiga har doim kasr tortamiz. Buni eslab qolamiz. Demak, bu nima ekan? 1/3 ekan. Hop, keyingisi, qarang, 1/4, ya'ni 1/4. 1/4. Demak, o'rtaga kasr tortsak 1/4. Buning masallarda nomi ham 1/4 bo'lib ham keladi. Ya'ni chorak degan ma'noni anglatadi. Xo'p, two thirds, ya'ni 2/3. Bu ikkalasini o'rtasiga kasr tortadigan bo'lsak, 2/3. Xuddi shunday keyingisi 3/4, 3/4 yoki bo'lmasa 3/4. Hop, 5/8, 5 va 8-chi bo'lib kelyapti. Kasr tortadigan bo'lsak, 5/8 bo'lar ekan. Menimcha kasrlar tushunarli bo'ldi. Masalalarda kasrlar kelsa bemalol ajratib olamiz. Hop, ana endi 4 amalga doir muhim so'zlarni o'rganamiz. 4 amalni ajratib olishimiz kerak. Judayam ko'p bizga kerak bo'ladi. Deyarli hamma masalada keladigan so'zlarni ko'rib o'tyapmiz bugun. Qo'shish. Demak, qo'shishni o'zi plus add bo'lib kelishi mumkin. Sum degani yig'indi degani. Yig'indi. Increase by degani by ga edi, increase o'smoq. Nimagadir o'sayapti desak, biz albatta qo'shish ishorasini qo'yamiz. Shuning uchun increase by ni ham keltirdik. Ayirish minus bo'lib kelishi mumkin, bu biladigan so'zimiz. Subtract, ayirish degani, difference degani farq degani. Difference, farq. Less than degani dan kam. Boya ko'rdik-a? Dan kam. Mana bu yerga biz qo'shib ketsak bo'lardi, more than'ni. Hop, mayli. Decrease by degani kamayyapti ga, ya'ni nimagadir kamayayotganligini bildiradi. Bunday holatda minus qo'yamiz. Hop, keyingi amalimiz ko'paytirish. Ko'paytirishimiz times degani marotaba degani. One times, bir marotaba, two times, ikki marotaba bo'lib keladi. Marotaba. Multiply, ko'paytirish. Produkt ham ko'paytirish yoki ko'paytma ma'nosida keladi. Ba'zida buni ingliz tilida menimcha mahsulot so'ziga yaqin so'z. Hop, keyingisi bo'lish amali. Bo'lish amali dividend, dividend by kabi keladi. Dividend by, ya'ni nimaga bo'linayotganligi. Xo'sh, menimcha tushunarli. Sat uchun dastlabki 10 ta so'z, bularni yodlashimiz shart. Birinchi dars o'zidan 10 ta lug'at va sizlarga hali quiz testlar tashlanadi. Hop, so'zlarni takrorlab o'tamiz. Sum biz aytib o'tdik, yig'indi. Difference ayirma yoki farq. Produkt ko'paytma. Quotient bo'linma. Percent foiz. Fraction kasr. Kasrlarni biz o'rgandik. Demak, oddiy son va tartib son kelsa kasr hosil bo'lar ekan. Equation degani tenglama. Variable o'zgaruvchi. Increase oshmoq, ya'ni oshirish. Decrease kamaytirish yoki kamayish. Endi xulosa sifatida aytishimiz mumkin, agar siz shu so'zlarni bilsangiz va shu qoidalarni bilsangiz, tarjimaga deyarli 30-40% tushuna boshlaysiz. Ularni bilishimiz shart. Xo'p, ana endi o'sha o'tgan qoidalarimizda, hozirgacha o'tgan narsalarimizda, o'tgan
detallarimizni bitta rasmga jamladik. Bu rasmni o'zingiz uchun skrinshot qilishingiz va takrorlashingiz mumkin. Demak, birinchisida mana birinchi bo'limda SAT nimaligi haqida gaplashdik. 1400 haqida gaplashdik. O'zbekistonda SATga ustama borligi haqida gaplashdik. 750 bo'lganligi haqida gaplashdik. Demak, bular tushunarli. Mana bu yerda javoblar, bularni o'zingiz uchun o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi qoidalarni yana bir bora takrorlab o'tamiz. 3 ta qoidani mukammal o'rgandik. Esingizdan chiqarmang. Bu 3 ta qoida juda kerak bo'ladi. Lessen ma'nosi dan kam, nimadan kamligini, o'zidan keyingi narsani nimaga kamligini ko'rsatadi. Xo'p, misol, mana qarang, is to biz bo'lmoq dedi, yaqinlashtiramiz. X to biz bo'lmoq dedik. Less than x nima bo'lar ekan? Kam. Dan kam ekan. Nimadan kam ekan? 10 dan kam ekan. X 10 dan kichik bo'lyapti tarjimasi. Buni yozilishi, matematik yozilishi esa tengsizlik ko'rinishida yozilishini siz bilasiz. 10 dan kichik deyaptimi? Demak, tengsizlik sifatida yoziladi. Xo'p, agar birinchi son keladigan bo'lsa, birinchi son keyin x keladigan bo'lsa, ayirma ko'rinishda yoziladi. Bu muhim qoida. Agar son oldinda kelsa, mana 5 less than x. Esingizdan chiqarmang, birinchi agar son keladigan bo'lsa, ayirma ko'rinishda, birinchi noma'lum keladigan bo'lsa, tengsizlik ko'rinishda yozilar ekan. Buni tarjimadan ham keltirishimiz mumkin. Xo'p, misol 8 less than a number. Xo'p, 8 dan kam ekan. Nimadan kam ekan? Bitta sondan. Bitta sonimizni x deb belgilasak, x minus 8 bo'lar ekan. Xo'p, more than'da ham xuddi shu holat, dan ko'p ma'nosini bildiradi. Dastlab x kelsa, x is more than 12. X is degani bo'lmoq, ya'ni teng sifatida yoki tengsizlik sifatida ishlatamiz dedik. Bo'lmoq tarjimasi. Xo'sh, more than dan ko'p. Nimadan ko'p ekan? 12 dan. X 12 dan katta yoki 12 dan ko'p degani, ya'ni tengsizlik ko'rinishda yozilar ekan, matematik ko'rinishi. Hop, muhim qoida, agar son birinchi keladigan bo'lsa, xuddi shu lessen bilan bir xil. Agar son, yana 7 more than a number. A number degani biror noma'lum son degan. Nima uchun a bilan belgilamayapmiz? Chunki a bu yerda artikel bittaligini bildiryapti, bitta noma'lum sonligini bildiryapti. Hop, matematik ko'rinishi x plus 7. Misol, agar son yana birinchi berilsa, mana 15, ya'ni 15 more than y dan 15 ga ko'p. 15 ko'p. Xo'p, bay qoidasi ga ma'nosini bildiradi, tarjimasi ga oshdi, ga kamaydi kabi keladi. Increase by degani ga oshdi, decrease by degani ga kamaydi. 5 ga oshdi, increase by degani 5 ga oshdi degani. X qo'shilgan 5. Decrease by degani 3 ga kamaydi degani. X minus 3 bo'lar ekan. Misollarda a number increase by 8. Ya'ni bitta sonimiz oshdi 8 ga va bo'ldi 20 deyapti. Bitta sonimiz 8 ga oshdi va 20 bo'ldi. Yechsak x'imiz 12 bo'ladi. 5 less than a number is 11. Ya'ni 5 less than dan kam. Nimadan kam? 5. Qarang, o'zimizga savol berib yechib ketyapmiz. A number bitta sondan kam ekan 5'imiz. X minus 5 is degani bo'lmoq va nima bo'lar ekan? Bo'lmoq. 11 bo'lar ekan. Bu yerdan x topsak, x teng 16. Xo'p, oddiy sonlarni biz ko'rib o'tdik. Yodlashingiz uchun rasm. Xo'p, birinchi, ikkinchi bularni ko'rib o'tdik. Kasrlar, son va bizga tartib sonlar berilgan bo'lsa, kasrni bildirar ekan. Sur'at oddiy son, maxraj esa tartib son bo'ladi. Unutmang, sur'ati demak oddiy son bo'lar ekan, maxraji esa tartib son bo'lar ekan. Ikkalasini adashtirib qo'ysak, bizda masalamizning javobi xatoga ketadi. Shuning uchun diqqatli bo'ling. Xo'p,
Keyingisi qo'shish ayirishga oid so'zlarni ko'rib chiqdik. Demak, qo'shishga plus qo'shuv, at qo'shuv, some yig'indi dedik. Increase by ga oshyapti degani. More than bo'lishi mumkin. Xo'sh, ayirishga minus ayirish, subtract ayirish, difference ayirma, less than dan kam, decrease ga kamaydi kabi. Hop, times marta, multiply ko'paytirish, product ko'paytma, bo'lishga oid so'zlar divide bo'lish, quotient bo'linma, divided by ya'ni ga bo'lingan degan ma'noni bildiradi. Ga bo'lingan nimaga bo'linganligini bildiradi. Xo'sh, misollarimizni biz ko'rib o'tdik. Xuddi o'sha misollar 8 plus 5, ya'ni 8 ga 5 ni qo'sh deyapti mana bu yerda. Qo'shdik. Top, find degani top deganimiz ko'rmagan so'z menimcha shu. Find degani toping degan. Toping nimani topamiz? Yig'indi. Yig'indini topishimiz kerak. Yig'indi qanaqa ekan? Qarang, o'zimizga o'zimiz savol beryapmiz. Yig'indi, sum degani yig'indi. Nima? Of degani ning. Of ning. Nimaning? 12 and degani va. 12 va 7 ning yig'indisini top deyapti. 12 va 7 ning yig'indisini top. 19 bo'lar ekan. Hop, biz tarjimani o'rganyapmiz. Shuning uchun oddiy misollar ko'p deyishingiz mumkin. Find top, difference farq between orasida. Demak, orasidagi farqni top deyapti. Nimani orasidagi farq? 20 va 13 dir. 20 va 13 ning ayirmasini top, ya'ni farqini top deyapti. 7 bo'lar ekan. 6 times 4, ya'ni 4 ning 6 baravari 24 bo'ladi. Top deyapti, product ko'paytmani top deyapti. Find top, product ko'paytma. Of nimaning ko'paytmasi? Mana bu ning. Hop, 7 va 8 ning ko'paytmasi 7 kira 8 deydi-ku. Xo'sh, keyingisi 20 divided by 5. Ya'ni 20 ga bo'linadi. Nimaga bo'linadi? 5 ga bo'linadi. 20 5 ga bo'linadi deyapti. Nech bo'ladi? 4 bo'ladi. Top the quotient, ya'ni bo'linmani top deyapti. Of 36 va 6. 36 va 6 ning bo'linmasini top. Ya'ni birinchi kelgani suratga yoziladi, keyingisi mahrajiga yoziladi. 36 bo'lingan 6 teng 6 ekan. 10 ta so'z sizga rasm sifatida eslab qolishingiz uchun berilgan. Sum yig'indi, difference farq, product ko'paytma rasmlariga e'tibor berib eslab qolsangiz bo'ladi. Quotient ya'ni bo'linma, procent foiz, fraction kasr, equation tenglama, variable o'zgaruvchi, x yoki y o'zgaruvchilar deymiz. Increase oshish, decrease kamayish. Xo'p, ana endi kitobga o'tsak bo'ladi. Kitobda kerakli joylarini birinchi darsimizda o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzularni joylab chiqdim. Keyingi mavzumizdan, keyingi darsimizdan kitobdan dars o'tib ketaveramiz. Biroz xira bo'lishi mumkin, shuning uchun e'tibor qilmaysiz. Keyingi darsdan kitobni o'zini ochib o'tib ketamiz. Judayam tezlikda ketishimiz uchun ularni o'rganishimiz shart. Xo'p, birinchisi, biz algebra bo'limidamiz. Algebra bo'limining birinchi mavzusi matnli masalalar, keyingi mavzularimiz har bir chapterimizda biz o'rganib o'tib ketamiz. Sizga tashlab bergan chapterda 20 ta bor. 20 tasini biz o'tib tugatamiz. Keyingilarda tezroq ketishga harakat qilamiz. Birinchi darsimiz boshlang'ich bo'lganligi uchun demak tarjimaga tushib olsak, tarjima qilishni o'rganib olsak, keyin muammo bo'lmaydi bizga. Avvalgi imtihonda tushgan savollar hammasi taxlangan, hammasini ko'rib 800 dan 800 olishgacha chiqamiz nasib bo'lsa. Xo'p, boshladik. 4 amalga doir, demak, o'zgaruvchilar, ifodalar, variable o'zgaruvchilar va ifodalar deyapti. Hop, algebrada o'zgaruvchilar
haqida gaplashamiz. O'zgaruvchilar bilan qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda qo'shishni ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana bu qo'shish degan. Qo'shish. Xo'sh, the sum yig'indi deyapti. Sum degani biz yig'indi dedik. Mana bu yerda yozaman. Sum yig'indi. Yig'indi. 20 20 ustiga yozib ketay. 20 va degani end. A number degan bitta son. Bitta sonimizni qarang, bu yerda n bilan nomlabdi. Ya'ni n va 20 sonining yig'indisi. Hop, n qo'shilgan 20 kabi ekan. Hop, keyingisi 9 degan 9. Morozen. Morozen deganidan ko'p. Nimadan ko'p ekan? Qarang, o'zidan keyingi kelgan narsa haqida endi fikr yuritamiz. O'zidan keyingi narsa twice. Twice degani ikki marta, ikki barobar degani. Yozib qo'yaylik. Twice. Ikki marta yoki ikki marotaba, ikki baravar degan ma'noda. Ikki baravar. Nimaning ikki baravari? Enon bir bitta son. Bitta sonimiz bu yerda a ekan. Demak, biz yozishimiz mumkin ekan. Hop, 2a dan ko'p ekan, 9 ga 2a qo'shilgan 9 bo'lar ekan. A number bitta sonimiz m, ya'ni bitta sonning nomi m ekan. Increased ya'ni o'sibdi. Mana bunday strelka bilan biz lug'atda ko'rgandik. O'sibdi by nimaga? Ga 12 ga o'sibdi. M sonimiz o'sibdi 12 ga. Hop, qo'shishga doir tekshiradigan bo'lsak, 20 qo'shilgan n, 2 qo'shilgan. Demak, hammasi xuddi shunday. Keyingisi, xo'sh, subtraction, ayirish degani. Ayirish. Xo'p, bunga sinonim so'zlarni biz ko'rib o'tgandik. Difference. Difference degani farq. Between degani orasida. The difference between ya'ni orasida. Nimaning orasida? A number bitta son. Bitta sonimiz bu yerda x ekan. Bitta son x va 7 va 7 orasidagi farq ekan. Demak, birinchi kelayotganligini bu yerda birinchi yozishimiz kerak. Ya'ni x minus 7 kabi. 7 minus x deb yozmaymiz. Birinchi kelayotgandan keyingisini ayiramiz. Hop, 3 degani 3. Less than dan kam. Nimadan kam ekan? A number b. Ya'ni b dan 3 kam ekan. Ya'ni b minus 3 ekan. Hop, 3 times 3 barobar degan times barobar edi. 3 barobar a number. A number degani bitta son. Qanaqa son ekan? K ekan bu. Bitta sonning demak 3 baravari kamayibdi. Decrease by nimaga? 5 ga. Ya'ni 3 k minus 5 ekan. 9 ya'ni 9 minus a number n. Ya'ni bitta son n. 9 minus n ekan. Hop, keyingi amalimiz ko'paytirish. Ko'paytirish. Hop, agar bu sizga juda ham sodda ko'rinayotgan bo'lsa, yaxshi, sizda boshlang'ich tushunchalar bor. Biz boshlang'ich tushunchasi bo'lmagan, noldan boshlayotganlar uchun tushuntirib o'tyapmiz. 11 11 prime marta 11 marta ekan. Hop, 2 degani ga yozib qo'yamiz. 2 ga nimaga? Xo'sh, 3 mana bu 3-chi. Power daraja. Zning demak, zning 3-chi darajasini 11 martasi ekan. Ya'ni 11 ta zning 3-chi darajasi bo'lib kelyapti. Z product ya'ni ko'paytma nimaning -2 va bitta sonimiz n. Ko'paytmasi -2 ko'paygan n ekan. Bu sort qarang, mana bu oddiy son sur'ati, mana bu tartib son. 2 taqsim 3
of nimaning 2/3 deyapti. Nimaning 2/3? X ning. Demak, 2/3 x ekan. Hop, keyingisi bo'lish, division. Bo'lish. N dividend by, ya'ni birinchi kelayotganligini nimaga bo'lamiz? Ga bo'lingan degan. N bo'lingan 8. N taqsim 8. The quotient, ya'ni bo'linma of 15 degani 15 bo'linmasi va bitta sonni. Demak, qarang, tarjimani chiqaramiz. Of nima edi? Ning. Ning. Bo'linma nimaning bo'linmasi? O'zimizga o'zimiz savol beramiz. Hop, 15 va d ning bo'linmasi. 15 taqsim d ekan yoki 15 bo'lingan d kabi. Hop, yaxshi. Ana endi haqiqiy masalalarga o'tamiz. Hozircha ikkita misol ko'rib o'taylik. Example 1. Ya'ni birinchi misol. Hop, write an algebraic expression. Write degani yozing, yozmoq. An algebraic expression degani ifoda degani. Ifoda for uchun. H degani har bir. H har bir. Variable o'zgaruvchi. Expression ifoda dedik. Expression ifoda. Endi tarjimani chiqaramiz. Har bir o'zgaruvchi ifoda uchun yozing algebrik ifodasini deyapti. Demak, bizga so'z bilan berilganda algebrik ifodasini yozing deyapti. Hop, 10 less than 1/4 the cube of p. P ning kubi 1/4 dan kam, ya'ni 10 ga kam ekan. Yana qarang, less thandan keyingi kelgan jumla mana buni hammasi bo'lyapti. 10ning dan kamligini, nimadan kamligini aytib o'tyapti. 10 dan kam, nimadan kam? 1/4 p ning kubidan kam ekan. Mana bu algebraik ko'rinishi. Twice the difference between, ya'ni twice biz 2 barobar dedik. Difference farq, between orasida. Nimaning orasida? X va 16, ya'ni 16. X va 16 orasidagi farq. Demak, farqning 2 baravari bo'lyapti. 2 ko'paygan x minus 16 algebrik ko'rinish. 4 times 4 baravari. Nimaning 4 baravari? Yig'indining 4 baravari. Yig'indi qanaqa? Hop, a number bitta son va 3. Demak, bitta sonimizni xohlasak x, xohlasak n bilan belgilasak, n va 3 ni yig'indisini 4 baravari ekan. Hop, endi qarang, bir-biriga juda ham o'xshash s va d. 4 times a number. Qarang, a number ichkarida yig'indidan keyin kelsa nima bo'ladi-yu? Birinchi kelsa nima? A number. Ya'ni 4 baravar, bitta sonning 4 baravari 4n increase by 3. Increase o'sibdi. Nimaga o'sibdi? 3 ga o'sibdi. Qo'shilgan 3. Bu ikkalasini qarang, agar ikkalasini tarjimada adashtirsangiz, masalamiz xato ketadi. Demak, menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingi misol solution degani yechim. Har bitta so'zni ko'rib o'tib ketamiz. Ikkinchi misol mana matnli. Yaxshigina misol. Birinchi darsdan menimcha o'rganib olish qiyinroq bo'lgan, lekin o'rgansangiz juda ham yaxshi bo'ladigan misol. Hop, example 2, ikkinchi misol, ya'ni Mr and Mrs, ya'ni xonim, janob va xonim Sayver, bu familiya menimcha, shu oila taking bo'lmoq, olmoq
olmoqmi shunaqa. Qari degani bo'lmoq. Demak, nima bo'libdi? Olibdi, 3 ta bolasini olibdi. Ularni 3 ta bolasi, three, 3, children bolalar. Bolalar. Va to ga dedik, olibdi va e, mana bu so'z bizga ahamiyatsiz, istirohat bog'i degan ma'noni anglatadi, lekin bilmasak ham bizni masalamizga yetishga xalaqit bermaydi. Demak, istirohat bog'iga 3 ta bola va mister va janob, xonim va janoblar boribdi. The admission ya'ni to'lov. To'lov qanday ekan? Is bo'lmoq. $1 har bir katta odam uchun, har bitta katta odam uchun $1. $2 esa per degani har yozib qo'yamiz. Per. Har bir degani. Har bir bola uchun child bola. Har bir bola uchun $2, katta odam uchun $1 ekan. Va the cost degan narx. Hop, cost narx. Cost degan narx. Of ning nimaning narxi? Right, age, right. Age degani ham perga teng, ya'ni har bir. Age bilan per bir-biriga teng. Demak, har bir right minish. Har bir minishimiz $1 ekan, per person, ya'ni har bitta shaxs uchun, kattami kichikmi farqi yo'q, $1 ekan. Endi bizga savollar berilyapti. A savolni write an expression, ya'ni yoz ifodani uchun. Nima uchun? Narx uchun yoz deyapti. Nimaning? To'lovning. Plus deyapti, ya'ni qo'sh deyapti. 10 ta minishlarni qo'shib narxini yoz deyapti. For family, ya'ni oila uchun 10 ta minishlarni narxini qo'shib ifodani yoz deyapti. Xo'p, katta odamlar uchun qanday edi narx? Ya'ni $1. Katta odamlar soni nechta? Mary and Miris deb qo'yibdi. Ya'ni janob va xonim. Bir qo'shadigan bo'lsak 2. Ya'ni 2 ta katta odam bor, 2A. Xo'p, bolalar soni nechta? Bolalarga $2. Bolalar soni 3 ta. Bunga 3 seni qo'shamiz. Ya'ni umumiysini top deganligi uchun hop qo'shyapmiz. Endi 10 ta minishda har bittasi $1 bo'lsa, 10 ta minishimiz 10 bo'ladi. Algebrik ko'rinishi mana bunday. Mana bizga berib qo'yilgan. Endi keyingi bni o'qiymiz. Top, find degan top, the cost narxini top deyapti. Xo'sh, yaxshi. Nimaning narxini topamiz? To'lovni plus, ya'ni qo'shilgan 10 ta minishlar agar deyapti to'lovimiz admission to'lovimiz har katta odam per adult, ya'ni har katta odam uchun, ya'ni is dedik bo'lmoq, ya'ni katta odam uchun $20 ekan. Katta odam to'lovi $1'midi? Demak, A teng 20 ekan. Dollars. The admission to'lovimiz har bir bola uchun per child bo'lyapti. Ya'ni har bola uchun is bo'lmoq $12 ekan. Bola uchun nima ekan? 12. Bolani s devdi. S teng $12 ekan. Dollar. Xo'sh, va the cost, ya'ni narxi, har bir minishning narxi $8. Ya'ni minishlarimizning narxi teng $8 ekan. Ana endi substitute degani o'rniga qo'yish, o'rniga qo'ying deyapti. Qarang, yechimini ko'rsatyapti. A uchun 20 ni, S uchun 12 ni va R uchun 8 ni o'rniga qo'ying deb. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 156 bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Ana endi keyingi chizilib ketdi bu yerga. Keyingi testimizga o'tamiz. Kitobda berilgan testlarga.
Demak, birinchi darsdan tarjima qilishga urinib ko'ring. To'xtatib, videoni to'xtatib, tarjima qilishga harakat ko'ring. Birinchi darsimizdan tarjima qilishni o'rganishimiz judayam muhim. Xo'sh, yaxshi. Demak, boshladik. Twice degani ikki barobar. The product ko'paytma. Nimaning ko'paytmasi? M va N ning ko'paytmasi. Decreased kamayibdi. Nimaga kamayibdi? By deganiga. Nimaga kamaydi? Kvadratiga. Nimaning kvadratiga? Yig'indining kvadratiga. Ning-ku of. Yig'indining. Qaysi yig'indining? M va N ning yig'indisining. Xo'p, ana endi biz so'zlar bilib oldik. Yozadigan bo'lsak, 2 baravari ko'paytma yozamiz. Ko'paytmaning 2 baravari 2 qo'shilgan 2 ko'paygan mn decrease by, ya'ni ga kamaydi. Nimaga kamayganligini endi hozir ko'ramiz. Minus the square kvadrati. Nimaning kvadrati? Yig'indining kvadrati deylik. Mana yig'indining kvadrati m va n ning. Qo'shaman m qo'shilgan n. Ikkalasining yig'indisining kvadrati. Demak, to'g'ri javob bizda bo'lyapti. Men qo'shilgan B javob. Yaxshi. Keyingi masala. Ikkinchisi, boya aytganimdek, biroz xira bo'lishi mumkin. Kitobda keyingi safar bunday bo'lmaydi. Xo'p, ajratib olinganligi uchun shunday bo'ldi. Xo'p, produkt ko'paytma dedik. Nimaning ko'paytmasi? Bitta sonni. Bitta sonimiz bu yerda x ekan. Va for, ya'ni 4. Bitta sonimiz va 4 ning ko'paytmasi decrease degan kamayibdi. Nimaga kamayibdi? 12 ga kamayibdi. Xo'sh, yozamiz. Ko'paytmasi bitta sonimiz x ko'paygan 4. Shu kamayibdi, ya'ni minus 12 ga. Bu javob bizda D variantda. Ya'ni pastdagi ifodani ham tarjima qiladigan bo'lsak, which of the following degani, esdan chiqarmang, bu jumla har doim birga keladi. Quyidagilardan qaysi biri degan. Quyidagilardan qaysi biri. Buni yodlab qo'yishimiz kerak, har doim keladi. Xo'sh, an expression, ya'ni quyidagilardan qaysi biri bo'ladi? Is degani bo'lmoq. An expression ifoda or statement above, ya'ni yuqoridagi statement mulohaza, above yuqoridagi mulohaza uchun qaysi ifoda o'rinli bo'ladi deyapti. Bizga to'g'ri javob B bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Keyingisi, uchinchisi. Uchinchi masalamiz, ya'ni uchinchi testimiz. The quotient bo'linma. Nimaning bo'linmasi? 19 va bitta sonimizdi. Demak, bo'linma 19 va bitta sonning bo'linmasi decrease, kamayib, oshibdi. Nimaga oshibdi? 7 ga oshibdi. Tarjima qiladigan bo'lsak, which of the following, biz aytdik, quyidagilardan qaysi biri an expression ifoda uchun, ya'ni yuqoridagi mulohaza uchun qaysi biri deyapti. Hop, bo'linmani yozamiz. 19 va bitta son. D ni bo'linmasini yozdik. Shu oshganligi uchun qo'shilgan 7. Bu javob bizda qaysida? 19 A javobda. Yaxshi. 4-chi masala. Mario ism. Receive it, qabul qilgan degani. Demak, Y text message degan xabar. Mario qabul qildi. Demak, H degani har bir minut for uchun 10 minut
Yesterday. Yesterday degani kecha. Shu yergacha tarjima qilamiz. Va deyapti. Bu bog'lovchi bo'lganligi uchun shu yergacha tarjima. Mario qabul qilibdi. Y e, xabar matnini har 10 har minutiga, ya'ni har minut uchun 10 minutgacha. Har bir xabarni, demak 10 minutda qabul qilibdi kecha. Xo'p, yaxshi. 10 y deb yozib qo'yaylik. Har bittasi 10 dan bo'lganligi uchun 10 y. Endi e, va qabul qilibdi t text messajni, ya'ni xabarni har minutiga, ya'ni minut uchun 20 minut today, ya'ni bugun. Bugunimiz esa 20 bo'libdi. Endi bizga so'rayapti, savolni o'qiymiz. What is bo'lmoq, nima bo'ladi deyapti. Total number, ya'ni umumiy soni. Nimani? Of text message, ya'ni xabar matnini umumiy soni. Demak, he degan qabul qilgan 2 kun, 2 days, 2 days degan 2 kun uchun qabul qilgan kunlarini, ya'ni in terms of degani yozib qo'yishimiz kerak. Bu so'z ham juda ko'p keladi. Orqali ifodalash. Orqali ifodalash. Nima orqali ifodalashimiz kerak ekan? Y va t orqali ifodalang deb. Biz buni ifodaladik mana. Endi buni umumiy deganligi uchun nima qilishimiz kerak? Qo'shib qo'yishimiz kerak. To'g'ri javob D variantda bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Keyingisi which of the following. Buni biz aytib o'tdik. Quyidagilardan qaysi biri? Quyidagilardan qay biri? Expression degani ifoda, represent ko'rsatmoq degan, ko'rsatish. Product ko'paytma. Nimaning ko'paytmasi? 3ga va yig'indi. Yig'indimiz qanaqa? M va one sort N. Demak, yozamiz. Xo'p, quyidagilarni ko'rsating deyapti. Ko'paytmani yozamiz. 3ga ko'payar ekan. Nimaga ko'payadi? 3ga va yig'indi. Yig'indi deganligi uchun qavsga olaman. Chunki yig'indi qo'yishim kerak. M va nimaning yig'indisi? One sort. Qarang, oddiy son bilan tartib son birga kelyapti. Demak, sur'at oddiy son bo'lar, tartib son kasr bo'lardi. Xo'p, 1 taqsim 3 o'rtasida yig'indi bor, n. Nning 1 taqsim 3 deyapti va mning yig'indisi 3k ga ko'paygan. Bu ifoda bizda qaysi javobda berilgan? 3ga ko'paygan m plus c javob. Demak, yaxshi. Oxirgi masalamiz menimcha bugunga yetadi sizlarga. Keyingi darsdan testlar berishdi. Bugungi darsimizda lug'atlar va shularni yo'qlasak yetarli bo'ladi. Difference degani farq. Farq. Nimaning farqi? Orasidagi. Nimaning orasidagi? Ikki son orasidagi farq ekan. Ikki son orasidagi farq 8 ga teng ekan. Ikki son orasidagi farq 8 ga teng. Agar smaller number, ya'ni kichikroq, smaller degani kichikroq. Kichikroq number, ya'ni kichikroq sonimiz is degani bo'lmoq. Kichikroq sonimiz nima bo'lar ekan? Bo'lmoq. N ga 3-daraja, ya'ni kichikroq sonimiz n ning 3-darajasi bo'lar ekan. 3-power degan daraja. 3-daraja ekan. Demak, endi bizga savol beryapti. What, nima? Is bo'ladi. Nima bo'ladi?
greater number, ya'ni kattarog'i nima bo'ladi? Kichikroq n 3-darajasi bo'lsa, demak kattasi nima bo'ladi deyapti. Demak yozib olamiz. Kichik nima ekan? N ning 3-darajasi ekan. Kichigi. Kattasi-chi? Kattasi-chi degan savol beryapti. Kattasi. Demak, kattasini biz x bilan belgilaylik. Endi boshidagi so'zdan foydalanamiz. Ya'ni orasidagi farq 8 ga tengligidan foydalanamiz. Kattasidan ayiramiz kichigini. Nechiga teng bo'lar ekan? 8 ga teng bo'lar ekan. Endi bu yerdan x topadigan bo'lsak, 8 qo'shilgan n bo'lar. N ning 3-darajasi bo'lar ekan. Bu javob bizda B variantda. Ya'ni to'g'ri javob B ekan. Xo'p, menimcha bugunga yetarli. O'zingizni ehtiyot qiling, darslarni bajarishga harakat qiling. Boshlagan darslarimizda xayrli bo'lishi uchun, ilm bizga yoqishi uchun darslarni vaqtida qilib, so'zlarni yodlab qo'ying. Sizlarga uyga vazifa sifatida ushbu konspekt va hamda video darslik yuboriladi. Qayta ko'ring. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Sizga quiz testlar beriladi. Quiz testlarini muhokama guruhiga agar 30 talik quiz test berilsa, 30 tadan 30 ta qilib, 23 talik berilsa, 23 tadan 23 ta qilib muhokama guruhiga tashlashingiz talab etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.